Mana 5. Lekin bizning mahsulotlarimiz 6 ta bo'ladi. Ko'ramizmi? Qani ketdi. 450 ming so'm sotilgan vannamiz endi tekin. 650 ming so'm sotilayotgan elektron masterli shezlonimiz endi tekin bo'ladi. Shuni ham tekinga qo'yib yuboramiz aka. 8 ming so'm sotilgan bu velokalaskamiz endi tekin bo'ladi. Benzin akani sizlarga bekorga ko'rsatganimiz yo'q. Sababi bizda har doim 6 bo'lgan. Ya'ni 3+3 aksiyasi 2 bo'ladi. Negativli videoni o'tkazib olmay turinglar. Sizlarga ajoyib hisob-kitob qilib beraman hozir. 1 300 ming so'm sotilgan bu elektron yulkamiz profilda video spotlarigacha turibdi. 1 million so'm sotilgan bu elektroniy dvovodnoy stulchigimiz bu ham profilda video spotlarigacha turibdi. 2 million so'mga sotilgan bu kalaskamizni profilda video spotlarigacha turibdi. Hisoblab qo'ydinglarmi? 4 million 300 ming so'm bo'ldi. 4 million 300 ming so'mga shu 3 ta mahsulotimizni bizdan xarid qilsanglar, 4 million 300 ming so'm yaxshilab eshitdinglar, qolgan summa qo'shilmayapti. Bularning puli qo'shilmaydi. Ko'rib turgan velokalaskalar, ko'rib turgan vannelar va elektron masterli shezlonimizni shundoqga qo'shib beramiz. Ya'ni 6 ta narsa bo'ladi. Bizga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Bu aksiyamiz faqatgina dekabr oyiga hisoblanadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat ko'rasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz.